Ertalabdan yana kim telefon qilyapti? Ozgina uxlab olsam zo'r bo'ladi hammasi. Mayli qani. Ready qani qaytadan qilingchi. Hop, gudok ketyapti qarayam. Olmadi babi. Nu, okey, mayli. Endi ertalabdan avtoservisga borishimiz kerak. Reddigi bo'lsa, haliroq telefon qilib ko'raman bo'sh bo'lganimda. Nima gap ekan o'zi, tinchlikmi ekan, yo'qmi ekan? Hop, kalitni bu yoqqa olaman va bo'ldi. Hamma narsa joyida. Hop, hozir kompyuterimni qanaqa xabarlar. Tez kunda 3-dan 6-noyabrgacha Toshkentga sovuq havo kirib kelmoqda O'zbekistonga. Hop, mayli quflab olaman va yaxshi. Sovuq havo kelursin, qaytaga anchadan beri yomg'irlar yog'mayapti. Hop, mayli yopamiz eshikni va mana skuterim. Ertalabdan bo'lsa avtoservisga qani ketdim. Hop. Menga bu o'zimning skuterim yoqadi. Sababi men buni birinchi ishtagan oyligimga olganman. Shunaqa gaplar. Meni hayotim unchalik qiziq emas, lekin zerikarli ham emas. Va ana bu yerda avtoservisim. Hozir men sizlarga avtoservisimni oldiga borgandan keyin ko'rsataman va mana yetib keldik. Mana bu Matiz bilan pikapni bo'lsa kecha olib qo'yganman. Shu hafta mana ikkita mashinani bitirib berishim kerak. Ya'ni bugun ikkalasini ham qilib bitirsak, undan ham yaxshi. Shu hafta xullas shu ikkita mashinani topshirsak bo'lgani. Va hop bu yoqda mana Matiz va pikap. Endi bo'lsa men bu skuterimni boshqa joyga olib qo'yamiz. Hop. Hozir ozgina orqaroqqa yuramiz va ikki qo'ysam ekan. Yo'q, bu yo'lga sal g'alatiroq. Va mana bu yoqdan hozir menga bitta idea kelib qoldi. Yaxshisi mana bu yerga qo'yib qo'yaman bu narsalar. Va bo'ldi. Qani, yaxshi bo'ldi. Endi esa mana bu Matizni ko'rishimiz kerak. Lekin undan oldin ishxonamni ochib olishim kerak. Mana avtoservisim. Oddiygina avtoservis va bu yoqda benzinli va hammasi yaxshi. Endi bo'lsa hozir men bu yerdan bitta benzin olib mashinaga qo'yib Matizni olib kirishim kerak ichkariga. Va mana ozgincha qoldi. Mana garajga ham olib kirib oldim Matizni. Endi hozir yana sal ichkariroqqa olib kirib qo'yish kerak. Va ana bu narsani ustiga. Va bo'ldi mana. Endi bo'lsa hozir men bu yerdan ish qurollarimizni olib ishimni boshlashim kerak. Hop, bu yoqdan buni olamiz va mayli buni olib qo'yamiz bu yoqqa. Va bu yoqdan bitta ballon, mayli 12 ta bo'laveradi. Orasidan tanlab olaman bittasini va motor kerak, Diamond. Va bu yoqda hammasi yaxshi. Keyin bitta rang sepamiz bunga. Hop, bitta sprey olamiz. Bu yoqdan bo'lsa rang olamiz. Yaxshisi. Davayte seri sepamiz. Yo'q. Mashinaga rang sepa qolamiz, mayli. O'zgacha mashina bo'lsin, O'zbekistonda bitta bo'lsin dedilar. Shu uchun. Va buni boshqacha ekan motori, elektr motor ekan. Ya'ni bu elektromobil ekan, mayli mexanik emas yoki avtomat emas ekan. Shu uchun bunga motorimiz tushmaydi. Hop, mayli nima ham derdik endi. Eski ballonlarni o'zimizga olib qovuramiz. Egalari ham rozi bo'lganlar. Biz har safar o'zi shunaqa ishlaymiz. Nafaqat biz, boshqa avtoservislar ham shunaqa ishlaydi. Buni xalqdan bekitmaymiz, lekin bir tarafdan bekitamiz, lekin buni yomon joyi yo'q. Xalq bo'lsa, bu bizning mashinamizga bu narsa qilib qo'yapti deganda tushunadi. Shu uchun eski ballonni nima qilding deysa, olib qo'y deydi, yuramiz o'zingizga, lekin boshqa paytlar uni ko'chada yetib o'tirmaymiz. Bo'lmasa eskiga solib qo'yamiz va asabiga buziladi. Hop, men bu yoqdan
spreyni tayyorlab olamiz va tayyor bo'ldi spreyimiz. Endi bo'lsa buni mashinaga sepamiz va mashinaning rangi o'zgaradi va mana bo'ldi. Mashina уже 180 gradusga o'zgarib bo'ldi, motorni alishtirmaganimizni hisobga olmasak. Va endi mashinani bundan tushirishimiz kerak va buni hozir olamiz va Matiz'ni tashqariga qo'yamiz. Yo'q, mana bu yerga qo'yamiz va mana bo'ldi. Ajoyib Matiz tayyor. Va endi buni olib qo'yishimiz kerak bu yoqdan Matiz'ni. Va hozir endi olib qo'yamiz. Va ozgina kraskasi qotsin deb o'tdim, mayli. Hozir sekin olib qo'yamiz va quyoshda tezroq qotadi. Hech qayerga urib olmasdan sekin mashinani asli joyiga olib qo'yamiz. Va oy. Bo'ldi va Matiz tayyor. Ha. Endi bo'lsa pikapga navbat. Hop. Pikap kim bo'ldi bu bola? Avtoservismi? Aka, bir minutga bu yoqqa qarab olasizmi? Da ukam, mayli, nima problema? Aka, men ishsizman-da, shu avtoservisga ishga ola olasizmi? Shogird qilib bo'lsa ham, men pulingiz kerak emas, shogird bo'lsa bo'ldi, huquqlar o'rgasan. Ukam, unda ertaga 6 ga kelgin, kech qolma. 1 minut kech qolsang ham kirib olmayman. Mana xohlasang kirib ko'r, mana shu ish joyi. Aka, men ishlaymanmi siz bilan? Da, agar ukam qo'lingdan normal ish kelsa, men bilan birga ishlaysan. Keyin pul topsang, o'zim ajratib beraman haqqingni. Bo'ldi aka, bo'ldi. Andushiylik yaxshi ish ekan-da. Endi ko'ramiz-da, ertaga borsa, kelsam. Bo'ldi ukam, mazging qo'qorning sur bo'ldi, yo'qol. Asab kelgan bola ham men bilan o'ynab. Va ana bola xursand hayotdan, ertaga ishga kelaman, deyapti. Xursand ana yugurib. Yuguribdi. Qayrilib ketdi. Va bo'ldi. Bola hayotdan xursand, mayli hozir xursand bo'lib tursin, lekin ertaga kelganda rasvo tebib ishlataman men bu bolani. Va bu o'zi aytdi, hunar o'rganmoqchiman dedi. Bu mayli, endi oldimda shogird qilib olib yuraman, lekin men ham zo'r tuningchi emasman. Endi bo'ladi. Har holda yaxshi qilaman. Benzin yo'q ekan, bunda hozir bunga benzin quyamiz. Va mana pikapga benzin quydik. Endi bo'lsa bu pikapni ichkariga olib kirib olishga navbat. Hop, hozir endi buni ichkariga olib kirib olaman. Tak, o qirilmadimi? Yaxshi, qotsin bu rangi. Tak, endi buni sekin olib kirib olamiz-da. Balonlarni, motorlarini, ranglarini alishtiramiz. Ana mashina sekin asta tepalikka ko'tarildi va men yo'dan bunga yangi balon olamiz. Sababi bu menga egalari aytdi. Bu poygaga chiqargan mashina. Shu uchun bunga poygani balondan taqamiz, poyga uchun mo'ljallangan balon. Hop, hozir qani bismillah ochildi va bu yoqdan bam. Stop. Buni olamiz. Bo'ldi, qolganini olib qo'yamiz va men bu motorni olmosli alishtirdik va endi bunga seryozniyroq rang berishimiz kerak. Va bu yoqdan endi hozir rang tanlab olamiz. Bitta davay mashina yaxshi ham ishlatmamiz. Shu rangga beramiz bu mashinaga. Va mana buni ham qo'yib sprey tayyorlab olamiz. Tayyor bo'ldi sprey va bunga rang beramiz. Yon tarafdan bersa bittada hamma joyiga tarqaladi. Ana. Va qani endi poyga stiliga mos tushadigan mashina bo'ldi va motorlari ham poyga uchun bo'ldi. Poygada menimcha bu mashina hamma poygachilar yuragini olsa kerak. Lekin bu menimcha
zo'r bo'ladi. Endi u yoqni o'zlari biladi, o'sha buyurtma bergan odam. Endi biza qiladigan ishimizni qildik va mashina tayyor. Endi bo'lsa buni kraskasi qotishi kerak. Va ertaga yoki indinga bizaga elektromobillarning motori keladi. O'shanda Matizning motorini alishtirib qo'yamiz. Matiz lekin elektromobil, ha zo'r. Texnologiya deydi-yu, texnologiya obunachida. Bo'ldi. Va bo'ldi mana endi bu quyoshda turib ranglari yaxshilab qotadi. Ballonlari ham yaxshi. Va endi bo'lsa tak. Bu yoqdan men hozir qani kirkada buni olib tashlaymiz. Va bo'ldi. Endi buni bir chekkaga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yoqdan buni bu yoqqa qo'yib va uyimni kaltini olishim kerak. Pulda mayli turavergani yaxshi. Svetni o'chirdik va endi uyga ham ketish kerak. Qorong'i ham tushib qopti. Garaj yopildi va svetlar o'chirilgan, garaj yopilgan, seyf qulflangan va endi sekin skuterimga o'tirib uyga ketishim kerak. Hop, sekin razворотga olamiz va ana endi uyga qarab olg'a. Havo ham takoy bo'ldi va bugun ikkala mashinani ham bitirdim. Va erta endi yangi motor kelishi kerak. Undan tashqari shu hafta Damas ham kelishi kerak. Damas ham tuning qilib egasiga qaytarish kerak shu hafta yoki keyingi hafta. Va ishlar ko'p to'g'risi. Endi sekin bizga ham inomarkali zakaz tushsa zo'r bo'ladi. Va narxi ham qimmatroq etib yaxshi ishlaymiz va sifatini ham zo'r qilib beramiz. Endi yaxshi. O'zim esa skuter haydayveraman. Menga hozirchalik bo'laveradi, chunki menga joy mashina ham keragi yo'q. Va endi uyimizni qulflab qo'yaveramiz har ehtimolga qarshi. Va endi quyosh ham botyapti. Mayli, endi bo'lsa sekin quyosh ham o'z uyiga kiryapti. Xuddi men uyimga kirib olganimdek. Pikap egasi uchdi shu mahal. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ukam, men senga ishonib pikapimni tashlab ketsam, tuning qilib berasan desam, nima qilding pikapim yo'q?